Qo'rqinchli ovozliq asar kesilgan qo'l. Buvayning menga bir xil o'shmanlik bilan qarishiga ko'nglim bir qismi bo'lib qoldi. Buvayni sestralar operatsiya qilish uchun elib mangdi. Do'stim bilan ikkimiz operatsiya uyining eshigida saqlab turdik. Vaqt o'tmoqda. Qachonmi tuga bu ansiz vaqt. Ko'nglimda bu buvayning menni qandoq o'chib bo'g'iydi. Men bu buvayga qandoq yomon ishlarni qilgan bo'g'iydim. Nima gunoh qilgan bo'g'iydim yoki bu buvayning qo'lini kesishga keskin javob berganimning javobimi? Bu ishlar qalbimning cho'nqur yerda bir jarohatdek qattiq og'rimoqda. Yuragim echishmoqda edi. Doktor operatsiya eshigini ochib, buvayni utuqli holda operatsiyadan elib chiqqandan keyin buvay ho'psiz holatda edi. Doktor: "Ha, bo'ldi, ansirmanglar. 1-2 soatdan keyin hushiga keladi. Narkozdan kuchi deha yonmadi." deb yotoq uyga kelib mangdi. Buvayni yotoqqa o'rinlashtirib bo'lgandan keyin, bir haftadan keyin yotoqdan chiqsa bo'ladiganligini aytib, buvayga osma esib chiqib ketdi. Biz buvayning yanida o'ltirib, buvayning hushiga kelishini saqlaydik. Biroq buvay dehicha hushiga kelmagan bo'lib, kunni xeyli kech bo'lgan edi. Biz tamoqlanib bo'lgandan keyin apigan kelishgan bo'yicha men buvayga qaraydigan, Anvar bo'lsa sirtda yotoq elib yotadigan bo'ldi. Anvarga tunugun men qo'ngan yotoqni ko'rsatib qo'yib, buvayning yoniga qaytib kirdim. Karvat bo'lsa bir bo'g'ashqa doktordan o'qish buyurib, kichik qatlama karvatdan birini ijaraga elib, buvayning yanida buvayga qarg'ach aram olmoqchi bo'lib, uyqumning kelishini kutatdim. Biroq oqshom bak yaxshi uxlag'achqimikin, zotili uyqum kelmagan edi. Yana shu buvayning menga qarg'an ko'zlari chekchilgan holati ko'z oldimda turardi. Tankecha koridor va yotoq uyining eshigi g'uva yo'riq bo'lib, ansiz shapalar bo'sh ovozda anglanib turardi. Eshik g'iyj qilib asta ochilgan bo'lib, ko'zim eshik tarafga qaralgan edi. Eshikdan xuddi mushukka o'xshash bir narsa yer beg'irlab asta men tarafga yiqilishyotdi. Yuragimning so'qishi bahozir tezlashib, kelin bo'g'ilib, gap qilish yoki zuvan surishga amalsiz qolgan edim. Bu narsa yanimi yiqinlashmoqda edi. Men bu narsani tiximda aniq ko'rgan edim. Tuva, bu buvayning kesib etilgan qo'li. Bu kesilgan qo'l barmoqlari bilan yer beg'irlab, men yotgan karvatning yoniga kelib, asta karvatga yamashmoqda edi. Shu vaqtda buvay o'rnidan turib, karvatga o'ltiribdi. Buvay bo'lsa, bag'anzir men tarafga yiqilishib, yana oldingi oqshimga degan qo'limni qaytirib ber. Qo'limni qaytirib ber. Qo'limni qaytirib ber. degan gapni takrorlaganicha buvayning saq qo'li konimga changal solgan edi. Buvayning kesib etilgan qo'li bo'lsa, yana bir tarafdan konimga esilgan bo'lib, bu bir juft qo'l konimni siqmoqda edi. Bu oldingi oqshom yuz bergan ish takrorlangan bo'lib, ko'zlarim qorong'ulikqa cho'mgan edi. Men bu vahimalik ishlardan qutulish uchun qattiq tirkashmoqda edim. Barliq kuchimni yig'ib, buvayning qo'lini qattiq silkib tashladim. Buvaymo asta kendi yonida hech ish bo'lmagandek karvatga chiqib, yana o'rsiz holatda yotgan edi. Bu kesilgan qo'l bo'lsa, yana barmoqlar bilan yer beg'irlab mang'alicha eshik tarafga qarab mang'atdi. Men ajablanib, bu qo'lning qayoqqa mang'anligini bilish uchun boyatinqi qo'rqinchni qayrib qo'yib, kesilgan qo'lning kaynidan aytishmoqdim. Biroq bu qo'l koridorga chiqib, derazaga yamashqinicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men qaytib kirib, chiroqni yondirdim. Biroq buvay yanala o'rsiz holatda bo'lib, ajablanarligi shuki, bu kesilgan qo'l bo'lsa, so'lyan holdaga qochilinib, buvayning yanada turardi. Yuragim qart qilgancha qo'rqqanimdan kaynimi yondimda, bu qo'lning qandoqlarcha buvayning yanada paydo bo'lganiga hayron qolgan edim. Men boyadan beri buvayning yoniga kelibmi baxmagan edim. Chunki buvayning yoniga kelishga tilim jig'ildardi. Tongmi atay degan bo'lib, kechicha uyqu harab. Ko'zlarim
qattiq etishiyotdi. Tang suzilishi bilan Anvar ikki qocha tomoqni ko'targuncha yenib kirdi. Dadam, qanday qaraqadash? So'rdi Anvar. Qanday bo'ladi? Texnik yo'qsiz yotadi. Lekin buvayning turqidan tatliq uxlayotgandek qiladi. Biz tomoqlanib bo'lgandan keyin doktor kirib ahvol so'ragandan keyin buvayga yana osma esib chiqib ketdi. Men Anvardan so'radim. Adash, buvayning qo'li qanday ish? Qaysi qo'l deysan? Ajablanib so'rdi Anvar. Men buvayning yanidagi sulyev holdiga o'ralgan, kesilgan qo'lni ko'rsatdim. Ha, shu ishmiti? Tunigun doktorlar men ko'rsatgan vaqtda esimda yo'q. Dadamning kartini yeniga qistirib qo'ygandim. Voy dalti, qilgan ishingni qara. Kechichi qo'rqib jinimni olay dedi-ku. Anvar yerga qarigancha xildab kulyotdi. Voy nimaga kulsan? Qo'rqib jinim chiqay devasta kulyotganni. Bizning parangimiz buvayga ta'sir qildimi qandaq? Buvay o'shiga kelgan bo'lib, ko'zni asta ochgan edi. Men yana ajablanib qoldim. Tova, doktorxonada kesirilgan qo'lni egasiga berildigandi yoki ehtiyotsizlikdan Anvar elib chiqqan bo'ldi. Shu asnoda doktormi kirib keldi. Ha, buvay o'shiga keldi-da. Deginicha buvayning kesilgan qo'liga sapsalmasdan chiqib ketdi. Men buvayni Anvarga topshirib, kechki kelmaydiganligimni, atatigan biraqli kirdiganligimni aytib chiqib ketdim. İçim pishib, tushdan keyin bozor aylanib, kechda yana oldingi kuni yotgan yotoqqa kelib, orom oldi. Kechasi yotoqda har xil yomon tushlarni ko'rib, uyqumni zodil yaxshi bo'lmadi. Tushimda buvay bir maxluq bilan qattiq elishib, vahshiylarcha o'ltirilib, yomon tush ko'rib qoldim. Shu asnoda uyqum etilib ketib, tong so'zlish bilanla doktorxonaga yugurdim. Anvarga va buvayga tomoq elib, o'zimni tomoqlanib, buvayning yoniga kirishim kelib bo'lgan ishlardan hangdan qoldim. Anvar bo'lsa buvayga esilganicha qattiq yo'ngrab yig'layotdi. Qo'limdagi tomoq qochisining qandoqlarcha yerga tushib ketganini bilmay qoldim. Ko'zlarimdan yoshlar munchoqdek oqatdi. O'zimni har qancha qitmo yig'lamay desam, ko'nglim nemishqidir yerim bo'lib, yoshlarimni surtib ulgurolmay o'tirdi. Anvar bo'lsa mung yig'lagan bo'lib, ko'rgan odamning ichi siyirlabdi. Biz birdan hozir ochgandan keyin doktorni kirib keldi va bu ishlarga qarab hayron qoldi. Voy, bu nima ish? Oqshom topmasak odam edi-ku. Tashkilganda hamma ishlar normal, mas yo'qdi. Doktormu bu ishlarga ajablanib so'rdi. Anvar bir ishlarni bizdan yushirgandek qilibdi. Ammo bizga deyishga beton olmadi. Doktormu bir pas o'ylanib, "Bo'pti, ha nima degan bilan o'rniga kelmaydi. Buvayning oxiratlik ishlariga tutish qilinglar. Odamga baribir o'lim keladi. Sabr qilinglar, sabr qilinglar." Deginicha chiqib ketdi va rasmiyatlarni bajarishga buyurdi. Men buvayning endi turib bo'lguncha Anvar rasmiyatlarni bitirib kirdi va shopurga telefon qilsak bo'ladi deb yana ko'zi yig'i aralashtirdi. Men shopurga telefon qildim. Biroq shopur telefonni olmadi. Bo'lmasa boshqa shopurlar bilan ko'rishaylik deb shopur izlamoqchi bo'ldim. Tuyuqsiz esimga yotoq uydagi tomoq qistirqliq meyit tush mashinasi degan karta esimga keldi-da, darhol kartani tepib telefon qildim. Yaxshimisiz? Deginicha bir telefonga javob qaytardi. Yaxshimisiz? Meyit tushuvchi bo'lamsiz? Ha, shundoq, men meyit tushuvchi. Men doktorxona adresini aytib berdim. Shopirmo hayol qolmay yetib keldi. Kira haqqini talashib o'ltamayla biz oldirab tenib, buvayning o'likini mashinaga selib yo'lga ravon bo'ldik. Buvayni orqa kuzibga selib, men shopirning yanida o'ltadim. Anvar bo'lsa orqada o'ltagan bo'lib, g'amkin holatda edi. Bu mashina boshqa mashinadek tez mangmasimi har holda bo'ladi ekan. Yo'l uzun bo'lg'achqa biz atigini yo'lga chiqqan odam kunkash bo'lay deguncha tang yo'lga aran kelgan edik. Biz ara yo'lda tamoqlanib, qo'saqni to'yg'izgandan keyin yana yo'limizga ravon bo'ldik. Kunmo kech bo'lay degan edi. Uyqu ko'zini chirmab olgan edi. Anvarmo allaqachon mashinaga chiqibla uyquga ketgan edi.
Ko'zim uyquliqda mashinaning qo'yildigan ovozi quloq tövimdan ketmaydi. To'satdan birisining ingirgan ovozi anglandi. Darhol kaynimga qaradim. Biroq hech nima ko'rinmaydi. Usta, mashinani to'xtating, jasadga qarab boqaylik. Voy nima deydigansiz? Bir yer qechib ketmidi. Shuncha tinglayotgan. Siz anglamadingizmi? Nimani? So'rdi shoför. Boyadan beri quloq tövimda birisining vaysigan ovozi anglanib turdi. Birisining ovozi chiqyotdi. Nima deydigansiz? Şoför ajablangan holda mashinasini yo'l yoqasiga to'xtatdi. Biz mashinadan tushib jasadga qaradik. Biroq jasad yanala joyida edi. Şoför mashina atrofiga bir qarab o'tgandan keyin yana mashinaga chiqib yo'lga ravon bo'ldik. Biroq boyanqi ovoz yana anglanayotdi. Bu qaytam şoförni aniq anglagan edi. Biz zanjirlab bu ovozning qayoqdan kelganligini bilgan edik. Bu ovoz dal Anvardan kelgan edi. Voy dova, bu nima ish? Shofirmi qattiq qo'rqqan bo'lib, Bu qanday ish? deb Anvarga qarab qo'rqib ketdi. Menmi qo'rqqan edim. Shofir mashinasini yo'l yoqasiga to'xtatdi. Anvarning bo'lsa ig'iz burni qoniga bo'yalgan bo'lib, ko'zlari chekchaygan holatda bo'ynini bir siqib olgandek, bo'yni inchikilab Anvar xirqirawatgan edi. Men Anvarni o'yg'itishga boshladim. Anvar adash. Anvar bag'an sari o'shiga kelib o'tdi. Ko'zlarimi bag'an sari yumilib, xuddi uxlayotgan holatda edi. Biroq chiq targa chimilgan bo'lib, xirqirashlarimi to'xtadi. Men Anvarni mitiriltib, to'g'lab bagashga asta asliga keldi. U qattiq bir hozirg'incha qo'rqinchli uyqudan uyg'ondi. "Ne bo'ldi, adash? Hajib qo'rqitdim." Anvar dumandan qolgan odamdek menga qarag'inicha ko'zlaridan yoshlar mangzini bo'ylab oqardi. Men nemish bo'lganligini aniqlamay yana so'rashga boshladim. "Gap qil, adash, sen ne bo'ldi? Nemish bo'lgan edi?" Anvar tasta oron duvan surdi. Rahmat adash. Meni qutqizganingga. Shuncha to'lsam olmadim. Tas qadim o'lgili. Men Anvarning nemiga shuncha voysiganning sirni endi bilgan edim. Asli meni chaqirib kelgan emasmi? Tasqatda men ikki odamni doktorga akeldim deb birsinim saqlab ketmagan. Biz birdam orom og'ach Anvarning texmi o'shiga kelishini va bu qabahatli tushning esidan chiqishini saqlab birdam o'tirdik. Shu vaqtda doktorxonadagi atigan bir xil yushirin holat Anvarning bilib bo'lmaydigan va bizdan yushirgan sirni bilmoqchi bo'ldi. Anvar adash, qani ayta. Kechidan zodi nima yuz berdi? Anvar duduqlagancha, Yetish yuz bermadi. "Yolg'on aytma. Men bilmaymanmi?" Anvar qattiq o'rgirguncha o'yin selib yig'lashga boshladi. Dadamga men ziyankash qildim. Deginicha yig'lagan ovozi pastlab, xuddi jin choplashib olgan odamdek bir xil bo'lib qolgan edi. Degina adash ishing bo'shab qoladi. Anvar bo'lsa hech bir normal odamdek ko'rinmaydi. Xuddi elishib qolgan odamdeklar. Biz birdam qarab turgandan keyin zuvan surmay yarim soatgacha qarab turdik. Anvarning holimi xeyli yaxshilangan edi. Men kechidan dadam qarayotganda deb so'z boshladi Anvar. ko'zim amli uyqu boray deganda dadamning kesilgan qo'li asta yerga tushib barmoqlar bilan o'mliguncha men taraf qarab kelyotdi. Men bexli qo'rqdim. Dadam qandoq bo'ldi ekan uyqudan uyg'onib men tarafga yaqinlab keldi. Men dadamning meni qutqizishini kutatdim. Biroq dadam yanimga kelibla, yanimda hech bo'lmagandek men qarg'incha birdan turib, chiroyi bashira maxluqdekla o'zgarib, dadamning qonini siqish boshladi. Men shuncha vaqtlarmi ovozimni chiqara olmadim. Oxir chidmay barliq kuchimni yig'ib, dadamni birlashtirib, o'rnimdan turib, biriltab keldim. Orqasiga santurliguncha sat bir xil ovozda chaqiribla orqamiz qattiq yey tegdi bo'lg'ay, yerga qildi. Men sal aslim kelib qarsam, dadam yerda yotibdi. Dadamning qandoqlarcha bundoq bo'lganini bilmadim. Qarsam allaqachon jin chiqib qopti. Deginicha qattiq o'rgirib yig'lab ketdi. Bo'ldi adash. Dadamga cho'qim jin chaplishyapti.
Mağımı 2 akşam aram vermegen bu buvay. Sana dep koymayan dep, senin nimeden keyin dep oylap, demek dikenmen. Boptu, bununla takdir okşaydı. Biz 1-2 saat turgandan keyin yana yo'lga chiqdik. Anvar bo'lsa, endi uxlash uyoqda tursin, qattiq o'yga cho'mib o'ltiradi. Men sho'pirning yanida o'ltirib, yana mugdashga boshladi. Tuyuqsiz orqa o'rindiqdan buvayning kesilgan qo'li yana menga xiris qilgancha koniyimni bo'g'ishga boshladi. Men hamma ahvolni bilib turibman. Hamma ishlar ehtiyodimda. Biroq sho'pir va Anvar bo'lsa, hech ishdan xabarsizlar, hech ish bo'lmagandek o'z ishi bilan edi. Men qattiq bir silkinibla kesilgan qo'lni ittirdim. Shu asnoda Jaynikim sho'pirning yuziga qattiq tagdi bo'g'ay, sho'pir oldi tarafdan kelgan yuk mashinasiga qattiq so'qilib, mo'lliq otqinicha yo'l yoqasiga o'rilgan edi. Men shu vaqtda endi o'ladigan bo'ldik deb o'ylagan edim. Biroq Anvar ikkimizning bosh ko'zi qoni bo'yilgan holatda oram deganda mashinadan qutulib chiqdik. Biroq sho'pir allaqachon o'lgan bo'lib, buvay bo'lsa mashina kuzovining ostiga busurilib qolgan edi. Biz buvayni ajratolmay, sho'pirni bo'lsa mashinadan so'rab chiqdik. Qarshi tarafdan so'qilgan mashina cho'ng yuk mashinasi bo'lg'ashqa, mashinadagilar atrofimizga yig'ilgan edi. Mashina qattiq so'qilg'ashqa, mashinadan oqqan mayning ta'siridan mashina qattiq portlash bilan tang mashinaga o't ketdi. Bechora buvayning o'liki yurtga qaytmasdilla kuyib kulga aylangan edi. Birdamdan keyin soqchilar keldi. Qarshi tarafdan guvohchi bo'lishi, mashinaning yo'ldan chiqib ketishi, sho'pir ig'ir darajada charchash deb diagnoz qo'yilib, barliq gunohlar o'lgan sho'pirga ortilib bartaraf qilindi. Bizmi qaytalmay guvohchi sifatida guvohlik berdik. Anvar bo'lsa shu vaqtda qattiq o'yga cho'mgan bo'g'ashqa hech nimadan xabarsiz. Men bo'lsam qattiq uyquda. Sho'pirning charchash oldidan yuz bergan voqea deb bartaraf qilinib, oram deganda qaytishga ijozat olib yo'lga chiqdik. Buvayning kulga aylangan o'ligi bo'lsa, cho'l jazirada qolgan edi. Hatto buvayning biror parcha ustixonlarini topolmadik. Shuning bilan bu qabatli tushmi oxirlashgan edi. Qo'rqinchli ovozli asar kesilgan qo'lning barliq qismi mush yerda oyoqlashdi.